Hurmatli kuzatuvchilar, bugun Rishtonimizni sentridan sizlar uchun sotuvga qo'yilgan 10 sotikdan iborat bo'lgan chiroyli xonadonimizni obzorga kelganmiz, birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu xonadonimizning egalari sotig'ini $3,5 deb baholashyapti. Gaz, suv, svetdan muammo umuman yo'q ekan. Bu yog'i Rishton bog'da kiraverishi milliy xavfsizlik binosining yonidan o'zingizga yo'l qilib, eshik qilib, darvoza qilib olishingiz mumkin. Bu yog'i Chokirota metan zapravkasining yonidagi ko'chada ekan. Bu yog'i sentrda, yana nima kerak? Xohlasangiz o'zingizga bir biznes bino qilib, o'zingizni ishlaringizni rivojlantirish mumkin. Xohlasangiz o'zingiz yashaydigan yaxshi bir kottedj qurishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, ma'lumot tariqasida aytib o'tib ketamiz. Xohlaganlar uchun 2 ga bo'lib olishingiz ham mumkin ekan. Egalari misol 5 sotiqdan 2 kishi olishlari ham mumkin deyishyapti. Yana puli arzonroq tushadi, 2 kishiga zo'r variant ham bo'ladi. Puli arzonchiroq qidirgan, kichikroq qidirib yurganlar uchun sizlar uchun ham zo'r tanlov. Yo pulim bor, hammasini bitta olaman desangiz ham 10 sotigi. Agar 10 dan oshiq, 12, 13 bo'lsa, o'sha o'tganini men o'tib ham beraman deyishyapti. Mana shu zo'r variant. Rishton uy-joy sizlarga eng yaxshilarini tavsiya qilamiz.